Qizim, ba'zida bo'g'ilib, yuragi siqilmaydimi? Ha. Bo'g'ilaman. Yuragim ham siqiladi. Baqirgim keladi. Bo'yningizdagi zanjirni kim bergan qizim? Qanaqa zanjir? Qanaqa zanjir? Buni qo'shnimiz sovg'a qilgandi. Qachon, qaysi qo'shni? Nimaga men ko'rmadim? Nimaga ko'rmaysan? Bilmasam. Nega so'ramagansan? Qizim, shu zanjirni yechib qo'yishning iloji bormi? Hozir. Endi buni oqar suvga tashlab yuboring. Xo'p. Qizim, bugun kechga borib qatiq ichib yoting. Allohning qudrati bilan shifo topib ketasiz, qizim. Hech narsa bo'lmagandek, ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Xavotir olmang. O'zi nima bo'lgan? Bizga tushuntirib bering. Biz oddiy odamlarmiz. Bunaqa narsalarga aqlimiz yetmaydi. Nimaga qizim o'zgarib qoldi? Rostdan ham jin urganmi domla? Yoki bizni pulimizni olish uchun aldadimikin u firibgar? Iltimos shuni tushuntirib bering, domlajon. Nima qiladigan narsa yo'q, qizim. Hech qanaqa jin kirmagan. Shunchaki qizingizga kimdir havas qilibmi, hasad qilibmi, sehr qilgan. Menimcha, rasmga o'qitilgan bo'lsa kerak. Qo'lingizdagi zanjirga dam urilgan. O'zingiz ko'rdingiz, sehr kirgizadigan duolarni o'qidim. Nimaga? O'zi kim qiladi? Biz hech kimga yomonlik qilmagan bo'lsak, biz oddiy odamlar bo'lsak, bunaqa narsalarga tushunmasak, tilimiz tegmasa, o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lsak, qanaqa qilib? Qanaqa g'alati odamlar bor-a? Ayrim odamlar maqsadga erishish uchun shunday ishlarni qilishadi-da. Kim qilganini ayta olasizmi? Kim qilganini ayta olmayman. Bu menga qorong'u. Allohning izmi bilan ishlaringizda ma'lum qilib qo'yadi o'zi kimligini. Eshitishimizcha ayrimlar aytib berar ekan. Shunga Ular folbunda, qizim. Men folbun emasman. Men Qur'on oyatlaridan o'qidim xolos. Shunday oyatlar bor. Shunaqangi sehrni kesadigan, qaytaradigan maxsus oyatlar bor. Biz islomda joiz bo'lgan ishni rahmat qildik. domlajon. Rahmat domla. Biz yana kelaylikmi? Endi iloji bo'lsa, yana 1-2 marta kelsanglar yomon bo'lmaydi. Yaxshi bo'ladi. Sizga qanaqa minnatdorchilik bildirishni bilmayapmiz. Domlajon, mana shu kam bo'lsa ham Yo,